insonlarni ehtirom bilan yod etamiz. Shuningdek, yonimizda yurgan nuroniylarimizni, ustozlarimizni, ota-onalarimizni qadrlashning naqadar muqaddas burch ekanini yana bir bor his qilamiz. Azizlar, barchangizni Xotira muqaddas qadrlash sharaf nomli tadbirimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, mehmonlar, o'qituvchilar. Mana bu yil Xotira va qadrlash kunining 81 yilligini nishonlayapti. Özbekistan vatanım benim, Özbekistan vatanım benim, yanımda var benim, Özbekistan. Karabutin özgelitina, zoru intizor özgelitina. Yeah.